To'g'ri burchali uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylanalarning radiuslari mos ravishda 2 va 5 santimetrga teng uchburchak katetlarini toping. Demak, A, B, C. Ichki chizilgan aylana radiusi 2, tashqi chizilgan aylana radiusi 5. Ichki chizilgan aylana radiusini topish formulasi katetlari yig'indisidan gipotenzani ayirmasini yarmi 2 ga teng. Hop, tashqi chizilgan aylana radiusi C taqsim 2, ya'ni gipotenzani yarmiga teng. Hop, bu ham masala sharti 5 ga teng bo'lgani uchun C'imiz, gipotenzamiz 10 ga teng. Yuqoridan A plus B ni topadigan bo'lsak, 4 plus C, ya'ni A plus B'imiz 14 ga teng. Endi buni ikki tomonni kvadratga ko'tarib yuboramiz. A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat tenglik 196. A kvadrat plus B kvadrat bizga C kvadratni beradi. Plus 2AB tenglik 196. Ikkita AB'imiz teng 196, C'imiz 10 ga teng bo'lgani uchun minus 100. ABni topadigan bo'lsak, AB'imiz 48 ga teng. Yuqorida ABni yig'indisini yozamiz. A plus B'imiz 14. Ko'paytmasi 48, yig'indisi 14 ga teng bo'lgan sonlar A'imiz 6, B'imiz 8 yoki A'imiz 8, B'imiz 6 ga teng. Demak, javob to'g'ri burchak uchburchakning katetlari 6 va 8 ga teng ekan.